Biz onalar judayam farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz va farzandlarimiz kasal bo'lishini umuman istamaymiz. Mabodo kasal bo'lib qolsa ham bizani настроениямiz uchun judayam qattiq ta'sir qiladi. Chunki bolalar kasal bo'lgan vaqtda yig'lasa yig'laymiz, kulsa kulamiz. Onalar o'zi shunaqa bo'ladi. Endi bolalaringiz har doim sog'lom bo'lishi uchun vitamin berishimiz kerak hisoblanadi. Aynan mana shunaqangi vitamin Faberlic kompaniyasida bor. Multivitamin Kids mahsuloti 100% tabiiy mahsulot, tarkibida hech qanaqangi ximikati yo'q. Bolalar ichadi, har doim sog'lom bo'ladi. Tarkibidagi mana bu vitaminlarni qaranglar, qancha bitta vitamin bor. Bu vitaminni ichgan bola kasal bo'lmaydi. Men o'zim bir sezonda 2 marta beraman. Kuzda beraman, qishi bilan sog'lom bo'lib, qishdan bahorga chiqishi uchun bahorda beraman. Ya'ni endi bahor kirib kelish vaqtida daraxtlarimiz o'sha ko'karishni boshlaydi, odam slabiy bo'lishni boshlaydi. O'sha vaqtda beraman. Va buni ichgan bolalarim kasal bo'lmasdan hozirda sog'lom rivojlanib kelmoqda. Agarda siz ham farzandlaringiz sog'lom o'sishini istasangiz, tengdoshlari masalan gripp bo'lib qolgan vaqtda, shamollab qolgan vaqtida tez yuqtirib olmasligini xohlaydigan bo'lsangiz, immunitetini ko'taradigan mana shu mahsulotlarni olishingizni tavsiya beraman. Juda ham zo'r mahsulot. Olib ichtirib ko'radigan bo'lsanglar, effektini bilasiz.